Mana bugun bizlar Buxoro tumanida katta bir bog'da odamlar to'planib o'zlarining dardlarini, muammolarini boshliqlarga aytib, shu muammolarni hal qilish uchun mana shu yerga to'planganmizlar. Bu ishlar hammasi muhtaram prezidentimizning xalqimizga bo'lgan mehribonchiliklarining natijasi deb hisoblayman. Chunki muhtaram prezidentimiz xalq davlat xizmatchilariga emas, davlat xizmatchilari xalqimizga xizmat qilsin. Endi chiqinglar, kabinetga o'tirmanglar, boringlar, xalqning dardini joy-joyda eshitib, joyida hal qilinglar degan mana shu gaplarning natijasida mana bir necha yildan buyon, bir 5-6 yildan buyon mana shu xalq qabulxonalari tashkil qilindi. Mana sayyor qabullar tashkil qilindi. Mana shu sayyor qabullarda ko'pchilik aholi mana shu o'zining muammolarini hal qilib boradi. Mana qarang, atrofimizda qancha odam, erkinlik, biron bosim yo'q, biron byurokratiya yo'q. Mana o'zlarining muammolarini o'zlariga sohalarga bo'lgan boshliqlarga aytibdilar. Prokuratura sohasi bo'lyapti, sud, ekologiya sohasi bo'lyapti, hokimiyatiga dardi bormi aytadimi? Kimga aytsa yozib olib, shu yerga mana viloyat hokimimiz Botir Komilovich o'tiribdilar. Bu yerda Respublika prokuraturasi xodimlari o'tiribdilar. Mana shu xalqimizning dardini diqqat bilan tinglab, joy-joyiga hal qilyaptilar. Boring, bizga unday emas, bunday emas yoki ishsizlik bo'lsa, ishlarni topib beryaptilar. Kambag'allik bo'lsa, kambag'allikni hal qilish bo'yicha muammolar bo'lsa, ularni ham joy-joylarga vakillarga berkitib, mana shularga alohida o'rnak qilyaptilar. Bu bizning muhtaram prezidentimizning bizlarga bo'lgan e'tiborlari. Mana vatanimiz tinch, xalqimiz tinch, obod farovon bo'lyapti. Endi muammo ham bor. Odam inson bo'lsa muammo bo'ladi, lekin bu muammo qandaydir g'arazli ko'ngil bilan emas, yaxshilik bilan hal qilinsa, u juda foydali bo'ladi. Mana shunday sayyor qabulni ko'rib, men havasim kelib ketdi. Endi bundan keyin oldin bunaqa gaplar yo'q edi. Sayyor qabullar kerak edi biz ishlagan paytimizga. Bizlar ishlagan paytimizda shu raykomni aytgan, obkomni aytgan, dardingizni ham ayta olmaysiz. Biron joyga bora olmaysiz. Ozgina gapirsangiz darrov sizga bosim bo'lar edi. Mana hozir yoshlar bor, qariyalar bor, ayollar bor, xotin-qizlar bor. Hammalari o'zlarining fikrlarini aytibdilar, dardlarini aytibdilar, so'rayaptilar. Buning uchun muhtaram prezidentimizga karrot va karrotdan shukronalik bildiraman. Sog' bo'lsinlar, tanijonlar sog' salomat bo'lsin. Hamisha mamlakatimiz tinch bo'lsin, osoyishta bo'lsin. Maqsad bitta. Odamlarni ro'za qilish. Maqsad bitta. Mamlakatimizni obod qilish, mahallani obod qilish, obod xonadon, obod mahalla, obod ko'cha. Bular hammasi kim uchun? Xalq uchun. Mana Xudoga shukr, bizning men Rometan tumani Chilonqo'p mahallasida yashayman. Shu yil open budjet dedi, qanaqadir budjet ekan, shunga biz g'olib bo'ldik. Mana endi kutib turibmiz. Endi nasib bo'lsa asfalt boshlansa, aytishlariga qaraganda mahallamizning hamma joyi asfalt bo'lar ekan. Bu qanday bu? Qarang, biron korrupsiya yo'q, biron kishini ko'rganimiz yo'q, hokimni ko'rganimiz yo'q, prokurorni ko'rganimiz yo'q. Mana xalqimizning o'zi bir tan bir jon bilan ovoz berdi. Mana yutib chiqdik. Mana bunday endi kecha xabar qildik, endi iyundan nasib bo'lsa obod qilamiz, ko'cha yoritgichlarni qo'yamiz, ko'priklarni tozalab taxlaymiz. Bular hammasi kim uchun? Bizlar endi qarib ketdik. Bu hammasi yoshlarimiz uchun, nabiralarimiz uchun, farzandlarimiz uchun. Mana shular yaxshi zamonda yashasa, yaxshi hayot kechirsa, bizlar tinch, osoyishta hisoblaymiz. Hamisha xalqimiz farovon bo'lsin, kambag'allik qolmasin. Albatta kambag'allikni bitkarish ichki ishlar boshqarmasi. Oson emas, bir og'iz gap bilan bo'ladigan gap emas. Ichki ishlar Buning boshqarmasi. uchun o'sha xalqning ongini rivojlanish kerak, ongini o'zgartirish kerak, tadbirkorlikni rivojlantirish kerak. Bular hammasiga yo'l ochiq. Kimdir kredit oladimi, kimdir yer oladimi, kimdir bino oladimi? Nimaiki qilsa, mana shu hammasi xalqimiz uchun, o'zi uchun ishlaydi, ro'zg'orni obod qiladi, mahallamiz tinch bo'ladi, xalqimiz tinch bo'ladi. Badalov Luqmon, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, 1-darajali mehnat faxriysi. To'g'ri gapirdim.